Hop, bismillah. Hurmatlilar. Bir mijozimiz iltimos qilgandilar, mana shunaqa holat bo'lyapti o'zida, mana shunaqa ko'chib ketishlar bo'lyapti deb murojaat qilgandilar. Xo'sh, shu yerda bir nimani payqab qoldik biz, shu narsani takrorlanmasligi uchun ustalarga foydali bo'lishi uchun shu videoni chiqaryapmiz. Inshaalloh foydali bo'lsa. Hozir live hack deb qo'yadi-yu. O'zbekchasiga foydali maslahat bo'lsin. Shu mana shunaqa joylar ko'chib qolyapti ekan shuni. Buni biz ko'chirib ko'rdik. Ko'chirganimizda tagida o'sha yopishtirgichi qolib ketib qolibdi. Skoch deydimi? Shu narsasi qolib ketib qolibdi. Ichida qolib ketgan. O'shaning hisobiga bu ko'chib ketyapti. Boshqa joylarida yaxshi, shu mana shu joylari ko'chib ketib qolibdi. Endi e'tibor bermaysizlar, videoga o'zim olib, o'zim ana qo'ymoqchi. Surilib ketyapti. Men bunga qarasam, video boshqa qarab ketib qoldi. Menga e'tibor bermaysizlar. Ana bitta skoch chiqib kelyapti. Ustida mana shunaqa ko'rasizlar, har ketib qolyapti video. Shu mana shu skoch qolib ketib qolgan. Men skochni endi o'zbekchasiga nima deb bilmadim. Shuning uchun shpon yopishtirayotgan paytda skochni ichida qoldirib yubormash kerak ekan. Bu isitgich qoplamasi ekan bu. Batareya obshivka deydi. O'rchasiga. Isitgich qoplamasida shu ko'chib ketayotgan joylarida shu orqasida shponning ichida yopishtirgich qolib ketib qolgan ekan. Shuni e'tiborliroq bo'lamiz. Foydali bo'lsa, mana bosib qo'ying.